Assalomu alaykum. 30 yoki 40 grammini har kuni yotishdan 1 soat oldin o'tirib chaqasiz semichkani, pistani. Kunga boqarli. Asabni tinchlantiradi, uyquni yaxshilaydi. Mana shu ikki xislati jismoniyatga katta foyda beradi. Shu bilan birgalikda kunga boqari ildizi mana shu hosilni teri bo'lgandan keyin kovlab olib kelib, yuvib tozalab qo'yib qo'ysanglar, o'sha buyraklardagi toshni maydalab yemirib olib tushishga zo'r yordamchi. Bundan tashqari har 6 oyda hijoma qildirib turinglar. Hijomaga, kaminaga, ekran osti raqamlarga murojaat qilsanglar, xizmatlarni qilib beramiz. Kamina erkaklarga xizmat qilaman, ayollarga ayol hijomamiz bor, hamda shu bilan birgalikda uylarga borib xizmat qilib berish turlarimiz ham bor. Undan tashqari yana qanaqa xizmatlarimiz bor? Xo'p, qaysi kasalliklarga xizmat ko'rsatamiz va qanaqa shifobaxsh mahsulotlarimiz borligini bilmoqchi bo'lsanglar ham, ekran osti raqamlarga Telegram orqali murojaat qilsanglar, javobini beraveramiz. Salomat bo'lasizlar. 30 yoki 40 gramm har kuni yotishdan 1 soat oldin yaqinlarga kunga boqari semichkani shubha bilan qarab yuradigan, chaqmaydiganlarga tez jo'natib qo'ying, buni foydasini bilib qo'yishsin. Salomat bo'ling.